Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli mehmonlar. Sizlar bilan bugun O'zbekiston fond bozoriga kirib savdo qilishni o'rganamiz. O'zimiz bilgan va bilmagan har xil korxona va tashkilotlarning qimmatli qog'oz aksiyalarini sotib olib, daromad qilishni o'rganamiz. Halol investitsiya desak ham bo'ladi. Endi bu yerda faqatgina banklarga sarmoya kiritmaysizlar agarda nima deydi? Sizlarga shar'iy jihatdan agar halol investitsiya kerak bo'lsa. Sababi banklar protsentga pul beradi. O'zi значит u это haram deydi. Xo'p, birinchi navbatda bizga albatta Play Market kerak bo'ladi. Play Marketga kirib Multicard degan ilovani yuklab olamiz. Xuddi ko'rinishi mana shunday. Xo'p, kirib yuklab olganimizdan so'ng ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson, hech qanday qiyinchilik yo'q. Ro'yxatdan o'tayotganingizda albatta telefon raqam kirgizasiz va telefon raqamingizga kod boradi. Kodni kiritasiz va xuddi shunday okno sizda ham ochiladi va keyin bizni qiladigan ikkinchi ishimiz bu yerda identifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Hozirda menda mana identifikatsiyalangan deyapti. Ya'ni mana shu bo'limga kirasiz. Kirganingizdan so'ng bu yerdan pasport ma'lumotlarini kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta xavfsiz, sababi bu O'zbekistonda qonuniy faoliyat olib boradi. Xo'p, pasport ma'lumotlarini kiritasiz, o'zingizni selfi qilasiz va sizni bir necha soatda уже identifikatsiya qilishadi. Identifikatsiya bo'lgandan so'ng mana hozirda menda identifikatsiyalangan degan ma'lumot turibdi. Keyin mana bu ikkinchi karta bo'limiga o'tib, o'zingizda bor kartani qo'shib olasiz. Bu yerga albatta naqd pulda savdo qila olmaysiz, sababi onlayn. Shuning uchun albatta karta bo'lmagan taqdirda karta ochib olishingiz kerak bo'ladi. Anor Bank, TBC Bank yoki shunga o'xshagan Agrobank ilovalarini yuklab olsangiz, liboy birorta bankning ilovasini yuklab olsangiz, sizga onlayn Humo karta sразу ochib berishadi agarda kimdadir karta bo'lmasa, albatta 18 yoshdan yuqori bo'lishingiz kerak buning uchun ham. Yokida bankdan borib birorta Humo Uzcard karta ochtirib olasiz. Shuning o'zidan birdaniga Multicard degan karta ochtirib olsangiz ham bo'ladi. Sizga sразу ochib beradi. Toshkent shahrida bo'lsangiz, yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. Keyin bu yerdan karta kirgizib olganimizdan so'ng albatta investitsiya bo'limi bor. Mana shu o'rtadagi bo'limga o'tamiz va bu yerdan xo'p, bu yerda sizda brokerlik hisob raqami ochish kerak degan joy bo'ladi. Ya'ni biz aksiya sotib olmoqchimiz. Shuning uchun bizga brokerlik hisob raqami kerak bo'ladi. Kirasiz, o'zi hammasi qisqacha tushunarli, hech qanday strashniy joyi yo'q. Agar kimda tushunarsiz joy bo'lsa, Telegram kanalimiz havolasini qoldiraman. U yerda albatta adminlar bor. Adminlarga murojaat qilsangiz, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Sababi hozir YouTube'ni kommentariyasiga yozsangiz, men baribir aniq nima bo'layotganini ko'ra olmayman, bir rasm tashlab bo'lmaydi. Shuning uchun Telegram kanal havolasini qoldiraman. U yerga kirib o'tsangizlar, barcha savollarni bersangizlar adminlarga, adminlar yordam beradi. Xo'p. Keyin brokerlik hisob raqami ochish uchun sizdan 15 ming so'm pul talab qilinadi. Agarda promokod sizda bo'lmasa, promokod degan joy chiqadi. Promokod degan joyga Usmonov degan promokod yoki daromad degan promokodni kiritasiz va 5 ming so'm skidka qilib beradi sizga. 5 ming so'mga ham bir nechta aksiyalarni sotib olsangiz bo'ladi. Usmonov yoki daromad degan promokod. Ana shu ikkalasidan biri albatta ishlaydi. Keyin kirib olamiz, bozorni bosamiz. Mana keyinchalik kirib olish juda ham oson, brokerlik hisob raqami ochilgandan so'ng. Va bu yerda mana ko'rib turganingizdek, o'zingiz bilgan va bilmagan korxona va tashkilotlarni aksiyalarini sotib olishingiz mumkin. Buxoro Neftgaz, Parmalash, Navoiy savdo kompleks, Transgaz, O'zbek Telekom, Farhod dehqon bozori, O'zbek temir yo'lovchi, Qo'qon mexanika zavodi, Kvars, O'zbek Telekom, Ipak Yo'li banki. Ya'ni bu yerda ikkita chiqishi mumkin, sababi oddiy aksiya bor va imtiyozli aksiya bor. Oddiy aksiyada siz kompaniyada ovoz berish huquqiga ega bo'lasiz. Imtiyozli aksiyada esa unaqa huquqingiz bo'lmaydi, lekin kompaniya foyda olsa va olmasa ham albatta sizga dividend to'lanadi. Aksiyani sotib olishdan asosiy nimasi bu o'zi narxi qimmat bo'ladi va eng asosiysi sizga yilida 1 yoki 2 marotaba dividend to'laydi. Oddiy aksiyada dividend foydaga kirgan taqdirdagina o'sha o'zini kengashi tasdiqlasa, oddiy aksionerlarga ham dividend to'laydi. Lekin ular albatta tasdiqlanadi. Ular ham qolib ketmaydi. Sababi ular o'zi hal qilayotgan o'shalar oddiy aksiya egalari hal qiladi. Albatta dividend beradi. Xo'p, bu yerda Chilonzor, buyum savdo, xullas juda ham ko'p tashkilotlar bor, mana ko'rib turganingizdek.
Siz o'zingizga qulayini ko'rib, bemalol savdo qilib, aksiyalarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aytaylik, Chilonzor buyum savdoga kirasizlar. Mana narxi qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti? Narxi 3.53 do'stlar. Nega buncha arzon degan savol bo'lishi mumkin. Analitika bo'limiga kiramiz va bu yerda barcha ma'lumotlar berilgan. Xo'p, Vazirlar Mahkamasi mana shunaqa tashkil etilgan. Bataf tikkeri, kodi, turi oddiy aksiya, Chilonzor buyum savdo, xullas to'liq nomi, kategoriya boshqalar, listing sanasi 2014-yilda va investitsiya qilingan aksiyalar soni bu yerda 43 milliard, salkam 44 milliardta aksiya savdo yaratgan. Nominal narxi 1 so'mdan boshlangan do'stlar. Ko'rib turibsizlar, 1 so'm. Xo'p, 1 so'mdan boshlangan. Ana endi bu juda nima eganda xullas. O'zbek Telekom bor. Bu albatta aloqa bo'yicha tashkilot bilan hamkorlashadi. O'zbek Telekom sim kartalar, Wi-Fi'lar juda keng qamrovli tarzda ish faoliyatini olib boradi. Bu yerda ham analitika bo'limini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda investitsiya qilingan aksiyalar soni 272 millionta ekan. 273 desak ham bo'ladi, qariyb. Bu oddiy aksiya ekan do'stlar. Ana endi yana chiqamiz. Mana yana bitta O'zbek Telekom. Bu adashmasam analitika bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu imtiyozli aksiya mana do'stlar. Bu atigi salkam 10 millionta investitsiya, ya'ni yaratilgan desak ham bo'ladi. 1154 so'mdan tashkil qilmoqda. Boshlang'ich narxi hozirda 3798 so'mdan tashkil qiladi. Mana shunday qilib sizlar o'z investitsiyalaringizni, pullaringizni so'mda saqlagandan ko'ra, sababi so'mda saqlashning hozirda foydasi yo'q. Kattaroq pul bo'lsa, kichik pul bo'lsa ham saqlamang so'mda. Har kuni shuni o'ziga 5 ming, 10 mingdan nima deydi, daromadga qarab. Kimningdir daromadi ko'p. 100 ming taylasin. Kimningdir daromadi undan ham ko'p, 1 million taylasin. Tashlab boraversangizlar, shu nimaga, loyihaga hech qanday strashni joyi yopilib ketadigan, boshqa bo'ladigan. Hozirda o'zim pul solib ko'rsatmoqchi edim. Lekin bugun yakshanba ekan, ya'ni shanba va yakshanba kuni fond bozori ishlamaydi. Fond bozori dushanbadan jumaga qadar ishlaydi. 10:00 dan 17:00 ga qadar o'z ish faoliyatini olib boradi. O'shanga qadar bemalol savdo qilsangizlar bo'ladi. Shanba, yakshanba dam olish. Xo'p, mana shu yerdan bemalol savdo qilib olsangizlar bo'ladi. Bu haqda albatta yana videorolik chiqaramiz. To'liq ma'lumotlar, savdo qilish, pul kirgizish, pul chiqarish haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Aytib o'tganimdek, ro'yxatdan o'tish oson, ro'yxatdan o'tib olasizlar va keyin brokerlik hisob raqam ochish kerak bo'ladi. Brokerlik hisob raqam ochish uchun esa albatta sizlarga promokodni aytdim. Usmonov promokodi yokida daromad, shu ikkalasidan biri aniq ishlashi kerak. Sizlarga 5000 so'm chegirma qilib beradi va mana bu yerda 5000 so'mlik, 5000 so'mdan arzonlari ham bor. Mana 2,5 so'm Buxoro neft, gaz parmalash analitika bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda salkam 5 millionta aksiya nima qilingan. Minimal narxi 5000 so'm ekan. Hozirda biroz tushgan. Xo'p, Navoiy savdo kompleks 5.707.000 so'm, 5.707.600 ta aksiya tashkillashtirilgan va hozir boshlanish narxi 1000 so'm va hozirda 1450 so'm tashkil qilmoqda. Buni ham ko'raversizlar bilan. Stakan bo'limiga o'tsangizlar, stakan bo'limida qachon ko'rinadi? Dushanbadan jumagacha bu yerda savdo bo'layotganda, ya'ni dushanba kuni 10:00 dan keyin bu yerda zaявkalar chiqadi. Sizlar o'shanga qarab xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Mijoz narxida savdo qilishingiz ham mumkin. Narxni o'zingiz belgilab, zaявka tashlaysiz. Yokida bozor narxida. Bozor narxi hozir ochilmaydi, sababi hozirda bozor yopiq. Ana endi bu yerda ozgina komissiyalar bor. Markaziy depozitura deydi, fond bozori, komissiya, broker 1% olib qoladi xullas. Ozgina komissiyalar bilan birga ko'rsatadi. Bu yerda kattaroq oborot qilsangizlar, albatta juda ham ko'p foyda olsangizlar bo'ladi bir kunda. Agarda uzoq muddatli bo'lsa, sarmoya kiritib boraverishingiz kerak, kichik sarmoyalar. Bu albatta sizlarga bir kun o'sha katta natija olib keladi.
agarda sizlar kunlik dohod ham olishlaringiz ham mumkin yokida haftalik yokida oylik dohod olishlaringiz mumkin. Kattaroq investitsiya kiritish kerak. 10 million, 50 million, 100 million, 200 million qancharoq ko'p investitsiya kiritsangizlar unga shu aksiyalarni sotib olasizlar. Har yil dividend olasizlar. Ba'zi bir kompaniyalar yilida 2 marta, 3 marta, 4 martagacha dividend beradiganlari bor. Dividend berish haqida ham albatta video darslik albatta chiqadi. Ungacha sizlar kirib bemalol o'zingizga yoqqan, ya'ni o'zingizga yoqqan deganda ham buni otiga qarab olmanglar. Ozgina buni ko'rib, o'rganib chiqqan holatda keyingina sotib olishingiz kerak. Agar sizga halol kerak bo'lsa, halol investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, banklarga qilmaysizlar. Ya'ni bank bu prosentga pul beradi. Bu esa endi уже netoga o'tib ketsa kerak. Harom desak ham bo'ladi. Diniy yoki shar'iy jihatdan. Xo'p, endi Islomiy bank bizda yo'q, sababi Islomiy bank bilishim bo'yicha uzog'i yani 10% ham ko'p bizga kerak Islomiy bankga. 10% ham ko'p. Bizga unaqa banklar kirib kelishi qiyin masala, sababi o'zlaringiz ham bilsangizlar kerak, monopoliya bo'lib yotibdi. Shuning uchun banklarimiz qiyin masala. Ular o'sha boshqa chet el banklaridan kredit olib bizga katta miqdorda qo'yib bosib yotishibdi. Xullas shunaqa. O'zingiz uchun foydali bo'lgan boshqa kimdir, misol uchun Farhod dehqon bozori, buni kimdir biladi. Men shaxsan aniq ko'rmaganman ekan. 111 so'm bo'lgan ekan, 27 millionta aksiya chiqargan ekan. Hozirda 8790 so'mdan sotilyapti ekan. Bu juda ham zo'r lekin. Gap so'z yo'q. Xo'p, savdo aylanmasi, savdo hajmi, savdo aylanmasi hammasini ko'rishingiz mumkin. Yana kimda savol biladigan bo'lsa, albatta bizni Telegram kanalimiz savollarni qoldiraman. U yerda bemalol yozishingiz mumkin. Adminlar yordam beradi qo'ldan kelgancha. YouTube kommentariyasidan savollar qoldirishingiz mumkin, ammo u yerdan yordam berish sal qiyin, sababi savolingizni eshitamiz, o'sha skrinshot ma'lumotlar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, yordam berish ancha oson bo'lgan bo'ladi. Xo'p do'stlar, brokerlik hisob raqam ochishni aytib o'tdim. Bu haqida aniq video darslik ham bo'ladi. Ungacha o'zingiz qo'lda o'sha barisini birin-ketin qilishingiz kerak bo'ladi. O'zi qiyin emas. Shunchaki o'qib o'tib ketaverasizlar. Telefon raqam kiritish kerak, telefon raqam kiritasizlar. SMS keladi, kodni kiritasizlar. Kiritganlaringizdan so'ng identifikatsiya qilish kerak. Identifikatsiya qilasizlar. Pasport ma'lumotlarini kiritasiz, o'zingizni selfie qilasiz. 1 soat uzog'i 1 kunda. 1 soatdan uzog'i 1 kungacha sraz identifikatsiya qilinasizlar. Investitsiya bo'limiga o'tib, bu yerdan brokerlik hisob raqam ochasiz. Bu ham qiyin emas. Shu bossangiz o'zi barcha ma'lumotlarni aytgan, nima kiritishingiz kerak, qancha sizdan brokerlik hisob raqam ochish uchun pul ushlab qolinadi. Bitta kartani kiritib yuborasiz, ulagan kartangizni. O'shanda 15 ming so'mgacha pul ushlab qoladi. Promokod degan joy bor. O'sha yerda Usmonov degan yozuvni promokodni yozasiz yokida daromad degan promokodni yozasiz va 5 ming so'm chegirib qolishingiz mumkin. Mana shu taqlid bemalol ishlasangizlar bo'ladi. Keyin bu yerda obligatsiyalar ham bor, lekin endi bu obligatsiyada bu xullas mana ko'rib turibsizlar, obligatsiyalar ham bor. Kichik obligatsiyalar bor, katta obligatsiyalar bor. 100 ming so'mlik obligatsiya yokida bu sizga yillik nima edi? Bankka pul qo'ygandayroq desa ham bo'ladi. Agarda mana bunaqa nimalar olsangizlar, mana bu endi bular ishlab chiqarish qiladi, balki halolroq. Tirisi bank, endi bularniki banklar endi buni o'zlaringiz bilasizlar degan o'ydan. Agar ishlab chiqarishga investitsiya qilsangizlar, bu albatta halol investitsiya bo'ladi. Sizlar investor bo'lasizlar. Hech qanday noqonuniy joy yo'q. Sizlar o'zlaringizni, mablag'ingizni investitsiya qilyapsizlar. Hech kimning haqqi yo'q. Sizlarga gapira olmaydi, hech strashni joyi yo'q. O'zbekistonda qonuniy faoliyat olib boradi. Fond bozor uz degandan foydalansangizlar bo'ladi, lekin bu endi qulayda. U saytdan ishlash salgina qiyin. Kompyuter bo'lsa, kompyuterni tushunadigan odam bo'lsa, u foydalansa bo'ladi. Mana bu ilovada juda qulay. Hozirda biz Multicard ilovasidagi Jet servisidan foydalanyapmiz. Jet hozir o'rtada turib beryapti.
mana shu Jetda brokerlar hisobini ham ochib biz foydalanyapmiz. Endi Jetni ham qandaydir o'zini foydalari bor. Jetga ham foyda bor. Quruqdan quruq bo'lmaydi. Xo'p, bu hafta kuniga o'tib oladigan bo'lsak, ya'ni dushanba, seshanba kunlari xudo xolasa pul kirgizish va chiqarish haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Pul kirgizish juda ham oson. 5 daqiqa uzoq 1 soatda tushib kelar ekan. Lekin pul chiqarishda siz aksiya sotib oldingiz va uni sotdingiz. Sotganingizdan so'ng 2 sutka o'tgandan keyin, ya'ni 2 kun o'tgandan keyingina pullaringizni chiqara olsangiz bo'ladi. Sababi bu yerdan xo'p, mana bu yerda pulingiz turadi. Siz aksiya sotib oldingiz va sotdingiz. Men buni qilib ko'rdim. Mana shu yerda turadi pulingiz. 2 kundan so'ng mana bu chiqarish bo'limiga o'tadi. Chiqarish bo'limiga o'tmagan pulni chiqarib ola olmaysiz. Shuni yodingizdan chiqarmang. Xo'p, do'stlar, kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Telegram kanalimiz havolasini qoldiraman. O'tib adminlarga yozsangizlar, adminlar ham yordam beradi. Bemalol investitsiya qilishingiz mumkin O'zbekiston fond bozoriga. O'zbekiston fond bozoriga kirib, sizlar investor bo'lasizlar. Investor. Xo'p, do'stlar, hammaga rahmat. 16 daqiqa vaqtingizni ajratganingiz uchun. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Kanalimizdagi bundanda foydali va bundanda zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa albatta obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.